Hürmetli milleteşler, hürmetli delegatlar, biz yaratабыз özümüzün tuğan tilibizini, tuğan ilibizini. Gelecekte bizning bağlarımızdan eti-yani sözlerin işitesi kiler. Sizning qarorlardan ham bugungi ishlaringizdan gina bo'la millatimizning ham elimizning kelajagi. Biz sizga ishonamiz ham o'ngishlar tilaymiz. Delegatlarga Surgut Yoshlar uyushmasi isminden. Bizning inish bo'yinda soyri garmon sizdirib, uyingga yuqlasang da uyatir biz sizg'irib. Bizning kurshi ovulda garmon uzgan chog'inda o'ynab kulib shavlab biyik shulay bo'lsin tog'inda. Biz idik, biz uniki qiz idik. Senda yigitlar yonimda biz shoyan yulduz idik. Dard bor edi, keng o'ramlar tor edi. O't kabi yigitlarga shibar qizlar bor edi. Dard bor edi, keng o'ramlar tor edi. O't kabi yigitlarga shibar qizlar bor edi. Bizda tinmas yurak tepkanin har kim bila. Joning biya to'xtama, to'xtama deya. Eng shibar qizlarda yilmaya qiziqtirib, biya tongga qadar borsinda unutib. Bu shirni eshitganda ortimdan qabatlab, eng shapla